Barchaga salom. Bugun Els kitobining 3-tekstiga keldik. Intermediate passage'dan palm trees. Of the world's 2,500 plus species of palm trees, the Palmyra palm is the most important to man, next to the coconut palm, because it yields food and provides over 100 different useful end products. Demak, dunyo bo'ylab 250 mingdan ko'proq palma daraxtining turlari bor va bular ichida Palmira kokos palmidan keyingi o'rinda turadigan insoniyatga eng muhim bo'lgan palma daraxti hisoblanadi, chunki u oziq-ovqat yetishtiradi va shuningdek boshqa 100 dan ortiq turli xil yakuniy mahsulotlar bilan ta'minlaydi deyapti. Demak, bu yerda yield so'zi yetishtirmoq yoki ot bo'lib kelsa hosil degan ma'nosini beradi. End product bo'lsa yakuniy mahsulot yoki mahsulot deb ham tarjima qilaveramiz. To obtain the majority of its benefits, the Palmyra needs to be climbed twice daily to extract the nutritious juice from its flower bunches. Demak, obtain to get qilish uchun, to obtain olmoq degani, uning foydasini olish uchun Palmiraga kuniga 2 marta chiqishga muhtoj bo'linadi. Nima uchun? Chunki uning gul shoxlaridan foydali mevani ajratib olish uchun. Demak, bu yerda ekstrakt degani biror bir katta narsadan biror narsani ajratib olish ekstrakt deyiladi. Misol uchun, politsiya o'g'rilardan biror bir gapni sug'urib olishni ham ekstrakt bilan aytsak bo'ladi. Ajratib olmoq degan ma'noni beradi. It is this juice converted by several different methods that is the basis for a wide variety of other products. Demak, bu sharbat turli xil metodlar orqali aylantiriladi, turli xil metodlar orqali boshqa narsalarga aylantiriladi deyilyapti. Converted degani o'zgartirmoq, aylantirmoq degan ma'noni yoki biror bir narsaga bo'lgan fikrini o'zgartirmoq deganda ham convertni ishlatsak bo'ladi. Convert odatda convert to bilan keladi va turli xil boshqa mahsulotlarning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu sharbat. Collecting this juice, however, is arduous and often dangerous work, for the trees can top 30 meters in height. Demak, bu sharbatni to'plash esa biroq judayam mashaqqatli, arduous degani mashaqqatli va judayam tez hollarda xavfli ish hisoblanadi. Chunki daraxtning balandligi 30 metrgacha bo'ladi. Ya'ni kuniga 2 marta odamlar chiqib 30 metr balandlikka chiqib gul shoxlaridan sharbatlarni ekstrakt qilib olishar ekan. Xo'p, birinchi mashqni o'zlaringiz bajarasizlar. Ikkinchi mashqni birgalikda bajaramiz. Unda boshladik. When the Palmyra is climbed twice a week, demak qachonki palm daraxtiga kuniga 2 marta tirmashib chiqilganda, 2 marta ustiga chiqilganda, it is possible to get most of its benefits. Demak, uning foydalarini olish imkonli bo'ladi deyapti. Bu to'g'ri. Bizda tekstda demak to obtain bilan berdi. Bu yerda to get, olish uchun 2 marta chiqiladi. Javob to'g'ri. Qolgan javoblarni ham ko'rib o'tamiz. Strict safety measures are taken. Bu yerda xavfsizlik haqida umuman tekstda gap ketmadi. Not given. The best coconuts can be picked. Demak, Palmira daraxtidan palmalar va uning sharbatlari olinadi, lekin bu yerda kokos haqida tekstimizda gap ketmadi. Bu not given. It encourages, keyin Palmiradan kokoslar yig'ib olinmaydi. It encourages the tree to grow to over 30 meters. Demak, uni 30 metrgacha o'sishini ta'minlaydi, qo'llab-quvvatlaydi 2 marta chiqilsa deyapti. Uni o'sish haqida
uni balandligi haqida aytildi, lekin uni kuniga 2 marta chiqish uni o'sishiga yordam berish haqida tekstda gapirilmadi. The flowers are collected for processing. Demak, gullar ezish orqali yig'iladi deyapti, lekin gullar emas, gul shoxlaridan sharbatlar ekstrakt qilinadi. False hisoblanadi javobimiz. Xo'p, demak ikkinchisi. According to the passage, tekstga ko'ra, each palm tree can produce over 100 coconut. Demak, har bir palma daraxti 100 dan ortiq mahsulotni ishlab chiqaradi deyapti. Xo'p, demak, yo'q, 100 dan ortiq kokoslarni ishlab chiqaradi deyapti. Palma daraxti 100 dan ortiq mahsulotlarni ishlab chiqarilishi aytildi, lekin 100 dan ortiq kokoslarni ishlab chiqariladi deb aytilmadi. Bu false bo'ladi. Mana, u ovqatlar yetishtirib chiqaradi va 100 dan ortiq turli xil mahsulotlarni bilan ham ta'minlaydi deb aytildi. Shuning uchun bu false bo'ladi. Hop, keyingisini ko'ramiz. Hop. The juice from coconut is very nutritious. Bizga kokos haqida, kokosning sharbati haqida tekstda umuman gap berilmadi. Bu false hisoblanadi. There are at least 2,500 types of palm trees. Bu yerda demak 250 mingdan ortiq palma daraxtining turlari bor deb aytildi eng kamida. Bu javobimiz to'g'ri hisoblanadi, chunki tekstning boshida aytib o'tib ketildi. Dini ham ko'ramiz. There are several different ways of collecting Palmyra flower juice. Demak, Palmiraning gul sharbatini to'plashda turli xil yo'llar bor deyilyapti. To'g'ri, uni turli xil mahsulotlarga aylantirish aytildi, lekin uni collecting, ya'ni to'plash uchun turli xil yo'llarini aytilmadi. Faqatgina kuniga 2 marta chiqish orqali to'planadi deb aytib o'tib ketildi. Many people rely on palm trees for their basic food requirement. Uning asosiy oziq-ovqat, the basic food ta'minoti uchun odamlar ularga, palma daraxtlariga judayam bog'lanib qolishganmi, yo'qmi, u haqida aytilmadi. To'g'ri, u ko'plab mahsulotlarni yaratadi, lekin faqat oziq-ovqatni emas, balkim dori-darmonlar tayyorlanar, balkim sharbatlar tayyorlanar, lekin faqat basic food uchun emas. Buni alohida ta'kidlab aytilmadi. Demak, to'g'ri javobimiz bu yerda C bo'ldi. Xo'p, keyingisi the juice from the Palmyra's flower bunches. Demak, Palmiraning gul shoxlaridan ajratib olingan sharbat is better quality if the tree is at least 30 meters high. Agar daraxt eng kamida 30 metrgacha balandlik bo'lsa, u juda ham yaxshiroq, sifatli bo'ladi deb aytilyapti bu yerda. Lekin bizga quality, sifat haqida, daraxtni balandligi, gul shoxlaridan olinadigan sharbatga ta'sir qilishi sifatiga aytilmadi tekstda. Not given. Is only produced at certain times of the day. Kunning ma'lum bir qismidagina, certain bilasiz, ma'lum bir degani qismidagina faqatgina ishlab chiqaradi deyilyapti. Yo'q, kunning ma'lum bir, umuman kunning qaysi bir qismida daraxtga chiqish, sharbatlarni ajratib olish haqida bizga tekstda aytilmadi. Gets converted into over 100 different food types. Demak, 100 dan ortiq ovqat turlariga aylantiriladi deyapti. 100 dan ortiq boshqa mahsulotlarning asosi bo'la oladi deyildi, lekin faqatgina ovqatni turlari haqida gap ketmadi bu yerda. Boshqa narsalarga ham aylantirish mumkin. Boya aytganimdek, doriga ham aylantirish mumkin. Xo'p, shuning uchun C javobni ola olmaymiz. Is extracted by pressing the picked flowers. Terilgan gullarni ezish orqali ajratiladi. Terib, bizga gullarni terishimiz haqida aytilmadi. Aksincha, gul shoxlaridan sharbatlarni ekstrakt qilishimiz haqida aytildi. Bu not given. Provides the raw material for many other products. Demak, ko'plab boshqa mahsulotlar uchun xom ashyo bilan ta'minlaydi bu sharbat deyilyapti. Bu javobimiz to'g'ri hisoblanadi, chunki Palmira daraxti
turli xil metodlar orqali o'zgartiriladi va boshqa turli xil keng tarqalgan boshqa mahsulotlar uchun basis bo'ladi deb tekstda aytildi. Shuning uchun javob to'g'ri bo'ladi. Hozircha bugungi darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.